Tomga loy bosiz, pena beton loydan ancha qulay bo'ladi. Endi 5000 10 ming rangsa qilishi mumkin, lekin qulayligini sanab beraman. Bir kamas turpoq to'ytirmaysiz, bir kamas turpoq to'ytirmaysiz. Som olmaysiz, qamish olmaysiz, ustalar olib kelmaysiz, bostirmaysiz. Pena betonni mana ustalarning o'zi keladi. Hech qanaqa xarajat qilmaysiz, pulini sanab berasiz, xolos. Suvdan sharoit qilib bersa bo'ldi, usta xudo xolasa. Suv bilan svet. Bir adashib ketgan edim. Nima bilan to'k bilan svet talqib bersa bo'ldi-da, billa olib dersanda ham. Do'stlar, aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa, zibaspanlarigacha o'zlari solib, Novoda usta va nimasini, vassasini olib bersa, o'zlaringdan bosib beraverasizlar, qo'shilib oladi, xudo xolasa. 15 mingdan bosib beraverasizlar. Gap so'z yo'q. Novoda sizda imkon yo'q bo'lsa, nimalarini olib berasiz? Vassasini, cho'rni yog'och deyiladi, o'zi. Ha, shaharchasiga. Cho'rni yog'ochini olib bersiz, ustalar o'zlari qoqib, o'zlariga tayyorlashib, zibaspanni yayishib, pena betonni qo'yib berishadi. Pena betonni o'zini qo'yib berish 40 mingdan, 45 mingdan vodiy bo'ylab vohalarga 5 ming 6 ming rangsa qilib oladi, xudo xolasa. Novoda joyiz o'ta ham katta bo'lsa, o'sha 45 mingdan qilib berishaveradi ustalar. O'zi shunaqami usta? Joy katta o'zi. Pastga nomerdagi aloqaga chiqaverasizlar. 5 sm, 10 sm-gacha xudo xolasa surib bersa. Faqat tomga emas, steshkalardi. Xo'p, yana nimaga bosamiz aka? To'pli pollardan ham, xudo xolasa, aloqaga chiqaverasizlar.